Avvalambor assalomu alaykum. Nurbek Media kanalining obunachilari. 25-yanvar kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Dam qishlog'ida malakamizda katta ko'pkarisining zotlari. Hozirgi kelgan zotlari 5 ta 6 ta. 6 ta toy, 2 ta tuya. Yana keladi, xudo xolasa. Mana toylar ham katta toylar. Tuyalar katta tuya. Xudo xolasa qo'lchi palvonlarga ham 10 ta qo'lga aytiladi. Hurmatli palvonlar, ko'pkari muxlislari, hammalaringiz nasib bo'lsa, 23-kuni Mari aka, Ravshan aka Alakratga tanqid qilamiz. Soat 12da ertalab Nahargosh Nur to'yxonasida. Hammalaringiz kelishingiz taklif qilamiz nasib bo'lsa. Chetdagi mehmonlarga 10 ta qo'lga zot aytamiz xudo xolasa. Mehmonlar kelishga qarab. Zot yaxshi bo'ladi aka. Adres. Uzoq 12da boshlanadi. Hamma taklif qilamiz. Mana akanda dayrajaga chopiladi ko'plarimiz. Do'stlar qassobda iyni oldiga. Men endi mana nasib bo'lsa, mana ertadan keyin to'y yigitlar hamma xizmatga ma'lumlar Ali, Malik, Muham, Ravshan jiyanlar yaxshi niyat to'y qilayotgan ekan. Yilga bir dasturxon yozayin deb mana ancha tashkil qilibdi. Tuya, ot, bitta mashina zakaz qildik. Bitta mashina ot bo'ladi. Shuncha qilishing dedim. Bitta mashina bo'lsa nasib bo'lsa bir yilga bir to'y berayim degan ekan. Mana shu yigitlar niyatiga yetsin. Hammalarni ham mana shunday Alloh taolo yaxshi kunlarga yetkazsin. Hammalari mana shu o'g'illarini to'ylarida niyat qilib mana shunday tuya, ot, mashinalar berib to'y qilsin. Hammalarimizni Alloh taolo o'zi mehribon bo'lsin. Mana shu Parvardigor topganlari mana shunday to'ylarga, yaxshi kunlarga, sunnat to'ylarga, kelin to'ylarga yetkazishini Alloh hammalarimizga nasib qilsin. Allohumma salli ala sayyidin halqi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain rahmatga ya rahmanir rahim. Bosh vakolimiz Oybek palvon. Ko'taradi zotni. Bosh vakolimiz Oybek palvon. Sarkalari katta sarka. 11 ta sarkasi bor. 12 ta aka. Har bir zotiga $100 $200 aytiladi. Har toydan ustiga ham, ilohni ustiga ham kam bo'lmaydi akalar. Keliringizlar hammalaringiz. Qo'lga 10 ta zot aytiladi nasib bo'lsa, mehmon zotiga mehmonlar uchun. Gilam bor, turizmlar ham zo'r turizm, yangi turizm. Gilam ham katta gilamlar. Keyingizni hammalarni ta'rif qilamiz. Rahmat.